Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatdagi savdomiz tozagan Demash skuterimiz bo'ldi. Redline versiya. Tormozning sistemasi ham usulini jiddiy bo'ladi. 5 akkumulyatorli komplektni zaryadkasi, tentlari, kaskalari hamma narsasi bor. Oldingi savatini olib berdik. Zagrushga qo'yib o'rnına chiroyli bo'lib turish uchun. Qo'shko'pini o'zidan keyin Abror ukamiz bo'ldi savdo. Tabriklayman aka. Yaxshi. Chek tavsiya etasanmi? Ovoz zo'r ekan. Savdodan ko'ngil to'ldimi? Skuterni korobkani ochib, ko'zing oldida taxlab berdilar. İşin tez bitdimi? 15 minutda chiqarib ketib o'tirmayman. Krediting ham bitdi, 15 minut içinde aldığından bir son pul vermedin. Yo'q. Kelaversa dostlar, ana shunday skuterlarimizning ichida ko'p. Bunda boshqacha turdagi skuterlar, elektrikli, benzinli, kabinali muraviyli har xil turdagi mototsikllarimiz bor. Oldindan bir so'm to'laysiz, kredit ham chiqarib beramiz. Manzil Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Jayxun bozori. Qo'shko'pir tumani markazida joylashgan Jayxun bozorida.